Hali aytganimdek, bizda kuzatuvchilar hamma qatlam bemalol tushunib ko'rsin degan maqsadda savol beraman. Mana shu daromad deklaratsiya qilishni ochib bersangiz. Aslida qanaqa bo'ladi bu narsa? Aslida bunday bo'lishi kerak. Davlat xizmatchilari o'sha o'zining toifasi bor mana. Ular bir yilda qancha xarajat qilsa, bir yilda bir marta shuni daromad to'g'risida deklaratsiya topshirish kerak. Bu yerda xarajat ham bor, daromad ham. Ya'ni yil davomida, moliyaviy yil davomida qilgan xarajatini yil davomida topgan daromaddan asoslab berish kerak. Asoslab bermasa, u jinoiy daromad topgan. Noqonuniy daromad bu jinoiy daromad. Shunda nima bo'ladi? Shunda u daromadni yashash imkoniyati kamayadi ularda. Mana bitta uy oldi, uy 2 milliard so'm. Lekin uning oyligi 20 million so'm. U 1 yil oylik premyerlarni qo'shib 20 million olgan taqdirda ham u 240 million so'm ishlay oladi. Lekin u shu moliyaviy yilda 2 milliard so'mlik uy oldi. Qayerdan olgan? Qayerdan oldi? Yoki farzandini Londonskiy shkolada o'qityapti. 15 ming dollar to'layapti. Funt sterling, u dollarda undan qimmat. Qani u o'tkazgani ma'lum, bank orqali o'tkazadi. Nitini o'tkazadi. Mana shu bolasiga 60 ming funt sterling o'tkazib qo'ydi. Endi uni daromadi tekshirish kerak. Shu 60 ming funt sterlingni o'tkazish uchun qayerdan olgan bo'ldi? Shaxmi bu, dividendmi? Yo uy sotdimi? Uy sotsa ham mana shu dalil bor. Notarial rasmiylashtirilgan hujjat bor. Bu bizga juda katta effekt beradi.